Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Azbek Mo'minov kanali 2025-yilning 20-iyun bugun Qamashi Mol bozoriga kelganmiz aziz obunachilar. Hozir narx-navolarni tanishtirib o'taman. Bir boshdan ho'kiz, sigir, g'unajin hammasidan so'raganlar uchun hammasidan ko'rsatib o'tamiz bir boshdan. Bir hafta davomida narxlar qanday o'zgarganmi hammasini ko'rsatib o'taman. Bizga bitta obuna tugmasi bilan like tugmasini bosib bizani kuzatish davom etaveringlar. Qiziq kontentlar ham olishga harakat qilamiz aziz obunachilar. Ko'raverasizlar. Videomizni maksimal darajada hamma tarqatib videomizga obuna tugmasi bilan like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Shuni o'zi yetadi bizga. Faqat podpishka qilib turinglar bo'ldi. Biz qo'ldan kelgancha hammasini ko'rsatib boraveramiz. Realni bo'layotgan gurunglarni aytib o'taveramiz. Hozir sizlarni bilan tanishtirib o'tamiz aziz obunachilar. Ko'raverasizlar. Like tugmachasi esdan chiqmasin. Boshladik. Mana hozir ho'kizlarni bilan tanishtirib o'taman. Biza obuna tugmasini bosib qo'yaverasizlar aziz obunachilar. Ho'kizcha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz ho'kizcha? 25 deyapti. 25 million so'm deyapti ekanlar. Mana yosh qanday? Yosh 2 yosh. 2 yosh ekan, mana 25 million so'm deyapti ekanlar. Bozor nech pul so'rab? Nech pul? Hozir keldik-a? Hozir keldingiz, ha? Qardikida? Qardika? Xonobodda ekan. 17 18 so'rayapti, ha? 17 million 18 million so'm so'rabdi. Narxlar to'g'rimi? Xonobodniki ekan 17-18 million so'm so'rayapti ekan aziz obunachilar. Mana ko'raverasizlar. Ho'kizchamiz 2 yosh ekan. Kelishtirib ko'rsatib boraveramiz. Nech pul deyapsiz aka? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 25 million so'm deyapsiz. Yosh qanday? 1 yosh. 1 yoshga to'libdi ekan, mana aziz obunachilar ko'raverasizlar. 25 million so'm deyaptilar akamiz. Bozor nech pul so'ra aka? 18 ga yo'q. 18 millionga yo'q deyaptilar, mana ko'raverasizlar. Oxirgi narx taqilgan narx 19 ga bitami? Bozoringda. Bozor ham vaqt. Ko'raverasizlar, mana vaqt bozor deyaptilar. 1 yoshga to'lgan ekan. Ko'raverasizlar aziz obunachilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul ekan akajon? Ho'kizchamiz. Ha? O'xshabgan, ha? Nech pul eshitganlar? Eshitgan yo'q. Ko'raverasizlar, mana narxlarni bilmayganlar akamiz. Ushlu degan ekanlar, egasi yo'q ekan. Assalomu alaykum, tog'a yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz ho'kizcha? 20 deyapti. 20 million so'm deyapti ekanlar, mana. Yosh qanday yoshi? Yoshmi? Ha. 1 yoshlar, ha? 1 yoshlar ekan, mana. 20 million so'm deyaptilar. Ko'raverasizlar. Bozor nech pul so'ra? Hozir 16-17 so'rayapti. Narx to'g'rimi? Nech pulga bitta oxiri? Savdo bo'lyapti, ha? Nech pul so'rayapti hozir? Ko'raverasizlar, mana savdosi bo'lyapti ekan. Savdoga aralashib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul ekan? 16 million kam bor. 16 million kam bor. 16 million kam bor deyaptilar. Ko'raverasizlar. Ho'kizchami? Ho'kizmi? Unajin, ha? Yosh qanday yosh? Buzoq hali. Hali buzoq ekan, mana. Bozor nech pul so'ra? 13 million. 13 million so'ra. To'g'rimi? Nech pul bitta? 14 bo'lsa bitta. 14 million bo'lsa berib boraman deyaptilar. Mana ko'raverasizlar, aziz obunachilar, unajin so'raganlar uchun. Buzoq ekan hali. Bu nech pul deyapsiz? Buni 15 deyapman. Buni 15 million so'm deyapti ekanlar. Bu ham unajin, ha? Bu ham buni. Bu ham unajin, mana. Bu ham hali buzoqmi? Bu ham buzoq hali. Hali bu ham buzoq ekan. Bozor nech pul so'rami? 12 million. 12 million so'rami? Bu nech pulga bitta? 13 million bitta bitta. 13 million bo'lsa berasiz. 13 million bo'lsa berib boraman deyaptilar. Mana aziz obunachilar ko'raverasizlar. Qardikida aka? Qardika aka? Qardika. Molmi? Ha. Mol Qarshi Xonobod. Qarshi Xonobodga ko'raverasizlar, mana. Sog' bo'ling aka. Qarshi Xonobodga ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? Ona bola. Ha? 30 million deyapsiz. Balasi 16-mi? Balasi mana 16 ekan. Sigirimiz. Nechinchi tug'imda aka? 3-chi balasi ekan mana. Necha litr sut beryapti? 8
kunlik 7-8 litrga sut beryapti ekan. Mana azobunachilar ko'raverasizlar. Ona bola 30 million so'm deyaptilar. Bozor nechta so'ra? Oz keldingiz ha? Ko'raverasizlar, har kelish beraveradilar. Oz ketdi ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? 35 million so'm deyapsiz. Balasi qanday? Boshqacha ekan-a? Bolas zattar. Zotdor-a? Bu kichikmi bu? Kichik. Ekan mana balasi. Zotdor ekan. Sigirimiz sastanasi deganda 35 million so'm deyaptilar. Bozor nech pul so'ra? Hozir 27-28. Bozor 27 million 28 million so'm so'rabdi. Nech pulga bo'lar oxiri? 30dan oshadi. 30 dan oshsa berasiz. 30 dan o'tsa berib yuboring deyaptilar. Mana azoblanchilar ko'raverasizlar. Necha litr sut beryapti o? 6-7 litrga sut beryapti ekan. Mana balachasi zotdor ekan. Balachasi zotdor ekan. Ko'raverasizlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul so'rayapsiz? Savdosi bo'lyapti ekan. Mana azoblanchilar. Balasi xunajincha sigirimiz. Nech pul so'rayapsiz aka? 20 deyapsiz. Nech pul so'rayapti? 17 yarim. To'g'ri kelmayapti. 20 million deyapti ekanlar akamiz. 17 million 500 ga savdosi bo'lyapti. Hali kelishmoqchi bo'lyapti. To'g'ri kelmayapti deyaptilar. Ko'raverasizlar. Ko'rsatib o'tiraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? So'raysiz. Nech pul deyapsiz? 22 deyapman aka. 22 million so'm deyapsiz. Balasi ho'kizcha? Ho'kizcha. Balasi ho'kizcha ekan. Nechinchi tuxumda? 2. Ikkinchi tuxum ekan. Mana ko'raverasizlar. Bozor nech pul so'ra aka? 17 yarim so'rayapti. 17 million 500 so'ra. To'g'ri kelmadi. Yo'q. Nech pul bitta oxiri? 18 dan oshadi. 18 dan oshsa berib yuboring deyaptilar. Mana azoblanchilar ko'raverasizlar. Balasi ho'kizcha ikkinchi tuxum ekan. Ko'raverasizlar. Sog' bo'ling. Mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul so'rayapsiz aka? Assalomu alaykum. 15 million so'm so'rayapti ekanlar mana. Balasi ho'kizcha ekan. Balasi ho'kizcha. Nechinchi tuxumda? Birinchi tuxum ekan. Hali yosh ekan mana sigirimiz. Balasi ho'kizcha 15 million so'm so'rayaptilar mana akamiz. To'g'ri kelmayaptimi? Nech pulga bitta? 18 deyapman men. 18 deyapti ekanlar. 15 ga to'g'ri kelmayapti deyaptilar. Mana shularga javob ko'raverasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? 30 million so'm ekan. Balasi ho'kizchami? Unajimi? Balasi ho'kizcha 30 million so'm deyaptilar mana. Sigirimiz nechinchi tuxumda? 4-chi? 4-chi tuxum ekan. Mana ko'raverasizlar. Bozor nech pul so'radi? 30 million, 30 million. Bozor nech pul so'radi? Hozir 28. Bozor 28 so'rayapti. Narx to'g'ri kelmadimi? Yo'q. Nech pulga bitta oxiri? 30 bo'lsa bitadi. Undan past yo'qmi? 30 bo'lsa bitadi deyaptilar. Undan past yo'q deyaptilar. Kelishtirib beradilar. Ko'raverasizlar. Mana Qamash Chemol bozorimiz. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz? 20 deyapmiz. Ha? 20 million. 20 million deyapsiz. Balasi ho'kizcha. Ho'kizcha. Balasi ho'kizcha 20 million so'm deyaptilar. Nechinchi tuxumda bu? 3dan 6 litr sut beradi. 6 litrga sut beradi. Nechta tug'di? 4-chi biz o. 4-chi balasi, ha? 4-chi balasi ekan 3-6 litrga sut berar ekan mana azoblanchilar. Ko'raverasizlar. 20 million so'm deyaptilar ona bala. Bozor nech pul so'ra? 17 yarim. 17 million 500 so'ra. To'g'ri kelmadi. Yemez. Nech pulga berasiz? 18 bo'lsa beradi. 18 million so'm bo'lsa berib yuboring deyaptilar. Mana azoblanchilar ko'raverasizlar. Ona bala so'raganlar uchun mana kuchli ekan balasi. Sog' bo'ling, tog'a. Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 23 million so'rayapti. Balasi bormi? Balasi bor ekan. Ho'kizchami balasi? Balasi urg'ochi ekan. 23 million so'm so'rabdi. To'g'ri kelmadimi? Nech pulga bitta? 30 million deyapsiz. 30 million deyapsiz. Ha? 30 million deyapsiz, to'g'rimi? 23 million so'radi. Ha, yo'q 23 ga. Nech pulga bo'lar oxiri?
Oxirgi endi kelishtirsa 25 dan yuqori bo'lsa. 25 dan yuqori bo'lsa sotaman deyaptilar. Men azoblanishib. Ko'raverasizlar, men balachasi 3 marta tuqqan ekan. Ichida yana balasi bor, 4-chi bola. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz. Bo'g'oz ekan. Necha litr sut beryapti? 5 litr sut beradi. 5 litr sut beryapti ekan. Ertalab 5 litr, kechga bir kunga 10 litr sut bor. Bir kunga 10 litr sut berar ekan. Men ko'raverasizlar. Nomercha ayting ham. Ha? Nomeringizni ayting, nomer qo'yaveramiz. 99lik 99lik 667 667 2231. 2231. Men azoblanishlar kimga narx ma'qul kelgan bo'lsa, men akamizga telefon qilaverasizlar. Kelishtirib, o'zi savdo qilib olib ketaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Nech bilyapsiz aka? 25 ta. 25 million so'm deyapti ekanlar. Balasi 16-chi. Balasi urg'ochi ekan. Nechinchi tug'imda? Ikkinchi to'g'ri. Ikkinchi tug'im. Mana sigirimiz, ko'rasizlar. 25 million so'm deyaptilar. Bozor nech pul so'rayapti? 18-19 million so'rayapti. Narx to'g'ri kelmayapti. Nech pulga bitta oxiri? Oxiri 20 dan ziyodaga bitadi. 20 dan o'tsa berasiz. 20 milliondan o'tsa beraverim debdilar. Men ko'raverasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? 18, 28, 28 million so'm deyapti ekanlar. Balasi o'qishcham. Balasi o'qishchi ekan mana. 28 million bo'lsa beraverim debdilar. Bozor nech pul so'rab? Bozor 22-23 milliongacha so'rabdi. Narxlar to'g'ri kelmadi-a? Narxlar sal to'g'ri kelmayapti ekan. Nechinchi tug'imda bu? 5-chi balasi ekan. Mana ko'raverasizlar. Balasi o'qishchi. 23 lar so'rabdi. Ha? Azbek Mo'minov. Nech pulga bitta oxiri? Kelishadimi? Vaqt bozor ko'raverasizlar mana. So'rayapsizmi? Nech pul so'rasiz? 22 so'radi. 22 so'rayapsiz. Bermayaptilar. 22 million so'm so'rayaptilar. Savdosi bo'lyapti, lekin bermayaptilar. Ko'raverasiz. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 20 dan bo'ladi. 20 dan? Bu ham sizdanmi? Hammasi bizdan mana shu. Mana ko'raverasizlar. Balasimi? Qo'qishchami? Buni qo'qishcha buni ko'rg'achi. Narxi oxiriga. Bunisiniki mana qo'qishcha ekan. Qaysiniki qo'qishcha? Qari ketadi. Buniki qo'qishchami? Buniki urg'ochi ekan. 20 dan deyaptilar. Bozor nech pul so'radi? Bozor 17 dan bir joyga so'rayapti. Uni Bir joyga 25 million so'rayapti. Uning 25 million so'rayapti. Mana azoblanishib ko'raverasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? 5 million so'm deyaptilar. Balasi o'qishcham? Balasi urg'ochi ekan mana. Sigirimiz nechinchi tug'imda? 5-chi. 5-chi tug'im ekan. Nech pul bozor nech pul so'radi? 25 million so'radi. To'g'ri kelmadi. Nech pulga bitta oxiri? 31. 30 dan o'tsa, shu 31 million bo'lsa berib boraman deyaptilar. Men azoblanishni ko'raverasizlar. Necha litr sut beryapti aka? Nechta sut beryapti? Necha litrga sut beryapti? 5 litr sut beradi. 5 litr sut beryapti. Bir kunga 10 litr sut beradimi? Bir kunga 10 litr sut beryapti ekan. Ko'raverasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo'lbars nech pul deyapsiz? Ina bola 30 deyapman. 30 so'm. Balasi nima? 10-chi. Balasi 10-chi. Ko'raverasizlar. Yo'lbars so'raganlar uchun. Bozor nech pul so'radi? Bozor 25 gacha bo'lyapti. 25 gacha bo'lyapti, to'g'ri kelmayapti. 25 milliongacha so'rabdi, narxlar sal to'g'ri kelmayapti ekan. Yo'lbars so'raganlar uchun men yo'lbarsdan ko'rsatib o'tamiz. Ko'rasizlar. Nechinchi tug'imda aka? Nechinchi tug'imda? Bu 5-chisiga bo'lmadi, yana ularga tug'adi. Yana tug'adi. Yana tug'adi. Nech pulga kelishsa bo'ladi? Masalan, shu Bozorda. 35 so'm qani yetmaydi, nima yetilib. Baylab bering. Bozorda deyaptilar, mana ko'rasizlar. Qaysi kanal bu? Azbek Mo'minov. Asli. Bir yo'lbars kelishtirib bersangiz, bu yo'lbars rangida bo'layapti, rangi. Endi qarangda, molning o'zi ham yo'l borsin-da. Ha, molning o'zi ham yo'lbars bo'layapti. Suyani qarang. Ha, necha litr sut beradi? Suti hozirdan 5 tadan bersa kerak. 5 tadan 10 litr sut beradi kuni. Kuni 10 litr sut beradi deyapti. Narxlarni kelishsa bo'ladi aka bilan bir ahbaqdan o'tish kerak-da, bir ozroqgina muomalacha qilib.
Telefon numarini ayting ha. Yo'lbarsni olayotganlar bu. Qo'ymaymiz ha. Kerak emas bu. Ko'raverasizlar, mana qamasha kelsanglar yo'lbars sog' olib ketasiz. Sog' bo'ling. Ko'raverasizlar. Jiyan zo'rmi? Nech puldan ekan g'unajinchalik? Ha? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech puldan deyapsiz g'unajinlar? 13 milliondan deyapsiz. 13 milliondan deyapti ekanlar g'unajinlar. Yoshi to'lgan bular? Yo'q. Hali yoshi to'lmagan buzoq. Hali yoshi to'lmagan ekan mana. O'z olayotganmiz u aka. Ko'raverasizlar mana 13 milliondan deyaptilar. Bozor nech puldan so'rar? Al so'rashmadi. Kelishtirib berasiz narxlarni, o'tib berasiz. Qardikida? Qovchinniki. Nomerchani qo'yamiz. Ha? Nomer qo'yamiz, telefon nomeri. Biznikimi? Ha. Ayting. 90lik 341 86 86 mana azobunachilar narxlarni o'zlariz kelishib savdoni qilib olib ketaverasizlar akamiz bilan. Ko'raverasizlar. Mana 13 million so'm deyaptilar. Baqiy hali o'tib beradilar. O'tish bor. To'g'rimi? O'tib berasiz. To'g'rimi? Kelishtirib beraveradilar. Sog' bilan aka. Qolchindan aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rmisiz? Nech pul deyapsiz aka? Ularni 14 ta deyapman. 14 milliondan deyapsiz. 14 milliondan deyapti ekanlar. Mana xunajin so'raganlar uchun. Bo'g'oz hali onami uzoqchan bular? Zo'r. Uzoq ekan hali. Ko'raverasizlar. Bozor nech pul so'rar? Bozor 11 dan so'rayapti ekan. 3 o'n bir joyga. To'g'ri kelmadi. To'g'ri kelmayapti. sarf qilishda beramiz. 11 ga 11 millionga bir nima qo'shsalar berib yuboraman deyaptilar. Qardikida? Shu. Qamashin o'zinikimi? Qamashin o'ziniki ekan. Nomercha aytib yuboring, nomerdan qo'yib yuboraylik. 97lik 951 951 02 02 mana azobunasilar kimga narx ma'qul kelgan bo'lsa, akamizga chiqaverasizlar. Telefon qilib o'zlaringiz kelishib olib ketaverasizlar. To'g'rimi aka? Shunday. Ko'raverasizlar. Uyga ham boramiz. Ko'kchalarni topib berasizmi? Hammasidan bo'lma, ko'raverasizlar. Sog' bilan aka. Kelishib olib ketaverasizlar o'zlari. O'zlaringiz ko'rdinglar narxlarni kelishtirib. Obuna tugmasini bosib qo'yasiz.